Men bir kuni bir ajoyib gapni o'qib qoldim. Ostanovkada o'tirib yig'lagandan ko'ra Mercedesda o'tirib yig'lagan ma'qulroq degan. Va bu haqiqat. Shuning uchun pul va baxtni alohida-alohidaga ajratib bo'lmaydi. Pulni o'zi aslida olganda u qog'ozni o'zi hech qanday qiymatga ega emas. U qog'oz sizga beradigan energiya qiymatga ega. Baxt so'zini o'zi u harflar, u hech qanday qiymatga ega emas. Lekin o'sha baxt hissini berayotgan energiya qiymatga ega. Agarda siz pulingiz ko'p bo'lsa va siz o'sha energiyani his qilsangiz, bu ajoyib. Agarda siz baxtli bo'lsangiz va siz o'sha energiyani his qilsangiz, bu go'zal. Lekin agarda siz baxtli bo'lsangiz u o'sha energiyani his qilmasangiz, bu yomon. Agarda siz boy bo'lsangiz u o'sha energiyani his qilmasangiz, bu undan-da yomon. Shuning uchun pul va baxtni biriga taqqoslab bo'lmaydi. Chunki bunday o'ylaganda ikkalasi ham hech narsa emas. Birinchisi harflar, ikkinchisi qog'oz. Lekin ikkalasidan kelayotgan energiya mana bu asl kerakli narsa. Va agarda o'sha energiya bor bo'lsa, unda ham pulingiz bo'lsin, ham baxtli bo'ling. Agarda o'sha energiya yo'q bo'lsa, unda ikkalasi ham kerak yo'q. Bu energiya sizga qachon keladi bilasizmi? Chunki mana shu his qilinadigan his-tuyg'u sizga ichki sakinatdan keyin keladi. Ichki sakinat qachon keladi bilasizmi? Ichki sakinat qachonki siz o'zingizni salbiy dasturlaringizdan ozod bo'lganingizdan keyin keladi. Xotirjamlik va sakinat. Ha, albatta. Ichki sakinatga olib boradigan meditativ treninglarimiz bor. Ilohiy ayol, izobiliya treninglari bu uni o'sha ichki xotirjamlikka olib boradi. Til bilan ta'riflab bo'lmaydigan his-tuyg'uda o'sha ichki sakinat. O'shanga borganingizda siz tushunib yetasiz asl baxt hissi nima ekanligini.